Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Xudo xolasa bugun sizlarga Vandergot hamda Pritsiya o'rinlarini obzorini qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Vandergot o'rigi bugun 21-may sanasi, pishganiga 10 kun 15 kun bo'lyapti. Hududlarga qarab har xil vaqtda pishadi. Pritsiya o'rigi endi bugun 21 bo'lsa, mana pishib yetildi. Mazasi pashti bir xil, ozgina Pritsiya shirinroq Vandergotga qaraganda, chunki kechkiroqligi hisobiga mazasi yaxshi. Eksport bo'lishi yaxshi narxda ko'rsa ham hozirgi kunda 20 mingdan kam sotilgani yo'q. Eksportga 15 ming so'm sotildi. Endi holatiga qarab mevani albatta. Mevani holati yaxshi bo'lsa, endi albatta yaxshi bo'ladi narxi. Bu bo'lsa ko'chatlari bo'ladi. Noyabr oyiga tayyor. Mana. Ko'ringlar holatini. Bu hali o'suv davrida shakllarni berib qo'ydik, ukshoqlarni qo'yib albatta tarbiyalayapmiz. 40 ming dona o'rigimiz payvand bo'lgan. Bu yoqda boshqa turdan mevali ko'chatlarimiz, nok, olma, bex, shaftoli hammasidan bor albatta. Sifatli o'riklar albatta ekishni tavsiya qilamiz. Yaxshi nav. Hozirgi kunda trenddagi tashqi bozorlarda ham o'rni bor navlardan biri. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar do'stlar. Ko'chatlari ishonchli va sifatli. Albatta poliyadan sveji qilib ko'chirib beriladi. Noyabr oyida ekish mavsumimiz boshlanadi. Eng zo'r vaqt noyabr hisoblanadi. Noyabr oyida ekiladi. Mana bu yerda va sortlari o'zi ajrab atdemiy bo'lib turibdi. Daftarlarimizga ham yozib qo'yganmiz. Sortiga qilib payvand qilingan. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Like, podpiskani bosib qo'yamiz. Ishonchli ko'chatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Ko'chatchilikka qiziqqan do'stlarimizga ushbu videoni ulashib qo'yinglar.